Chupa Chups, doimiy xursandchilik. Hey yo, hammaga salom, Rizov kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz yana bir ajoyib fantastik, kolossal nomli filmni aytib beramiz. Filmda bir qiz masofadan turib maxluqni boshqaradi, ammo buni o'zi ham bilmasdi. U masofadan turib shaharni vayron qiladi. Kinoni oxirigacha ko'rsangiz, nima bilan yakunlashini bilib olasiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. 25 yil avval Seulda bir qiz kechasi bog'da qo'g'irchog'ini izlab yurgandi. Nihoyat uni topganda osmonda chaqmoqlar chaqnab, ulkan maxluq ko'rinadi. Qiz vahimaga tushib baqiradi, lekin maxluq shunchaki yonidan o'tib ketadi. Oradan yillar o'tib, Nyu-Yorkda Gloria ismli ayol yaxshi hayoti izdan chiqqan edi. U ishdan ayrilgach, kunlarini divanda yotib, kechasi bazmlarda ichib yurish bilan o'tkazardi. Sevgilisi Tim bundan charchab, unga qarashdan to'yadi va ajrashib, hatto buyumlarni yig'ishtirib uydan chiqarib yuboradi. Hayratda qolgan Gloria majburdan bolaligidagi kichik shaharchasiga qaytadi. Uyning ichida jihozlar ham yo'q edi, shuning uchun polga yotishga majbur bo'ladi. Ertasi kuni u do'konga borib, tasodifan eski do'sti Oskar bilan uchrashadi. Oskar uni barga taklif qiladi va Gloria o'zini ta'tilga chiqqanday qilib ko'rsatadi. U barda Oskar va uning do'stlari bilan vaqt o'tkazadi, lekin ichkilikni tashlay olmaydi. Bir kechasi bar yopilgach, mast holda bog'da uxlab qoladi. Shu vaqtda Seulda yana o'sha ulkan maxluq paydo bo'lib, shaharni vayron qiladi. Gloria xabarlarni ko'rib hayratga tushadi. Bu hodisa 25 yil avvalgi voqeani eslatadi. Keyingi kun ham maxluq chiqadi, biroq bu safar to'liq hujum qilmay, qo'llari bilan g'alati imo-ishoralar qiladi. Ajablanarlisi, har doim u soat 8:05 da ko'rinadi. Nafaqat hozir, balki 25 yil oldingi payt ham shunday bo'lgan. Endi Gloria bu sirli hodisalar bilan o'zining qandaydir bog'liqligi borligini sezadi. Oskar Gloriaga barida ishlashni taklif qiladi. U esa mamnun bo'lib rozi bo'ladi. Shu payt u televizorda maxluqning boshini qashiyotganini ko'rib hayron qoladi. O'sha oqshom bar yaxshi o'tadi, lekin Gloria doimiy ravishda ekrandagi xabarlarni kuzatadi. Maxluq yerga nimadir tashlayotgandek imo-ishora qiladi. Ertasi kuni u eski videolarni ko'rib, maxluqning yelkasida nimanidir sudrab yurganini sezadi. So'ng bog'ga borib, maxluq uning qadamlarini va imo-ishoralarni takrorlaganini tushunadi. Bir necha kun davomida maxluq ko'rinmaydi. Odamlar esa turli taxminlar qilishadi. Go'yoki u masofadan boshqariladigan mashina emish. Gloria esa Seul va o'z shaharchasi orasida xaritalarni solishtirib izlashni davom ettiradi. Bir tongda u nazariyasini sinab ko'radi. Soat 8:05 da maydonchaga chiqib, qo'l harakatlarini qiladi. Keyin uyga yugurib borib xabarlarni ko'rsa, Koreyada maxluq aynan uning harakatlarini takrorlayotgan bo'ladi. Shundan keyin Gloria larzaga tushadi, chunki endi u maxluqni o'zi boshqarayotganini bilib oladi. Bu sirni hech kimga aytmaydi, lekin bar yopilgach, u Oskar va do'stlarini bog'ga olib boradi. Ular jonli efir orqali maxluqni ko'rib turishardi. Gloria maydonchaga qadam qo'yishi bilan maxluq paydo bo'lib, uning raqslarini ham takrorlaydi. Biroq shu payt Koreya armiyasi havo hujumini boshlaydi. Gloria esa og'riqni o'z tanasida his qiladi. U samolyotlarga qarshi zarba beradi va bittasini urib tushiradi. Shu ondayoq odamlar halok bo'lishi mumkinligini anglab, vahimaga tushadi va hushini yo'qotadi. U uyda uyg'onib, televizorda vayronagarchilikni ko'radi va o'zini aybdor his qiladi. U o'zini hukumatga topshirmoqchi bo'ladi, lekin Oskar uni to'xtatib, gazetani ko'rsatadi. Maxluq bilan birga ulkan robot ham paydo bo'lgan edi. Oskar buni "Men ham senga yordamchi bo'ldim" deb talqin qiladi. Ular nonushta qilishga chiqib, bolaliklarni eslashadi. U paytda bu joyda bog' bo'lmaganligini ham gaplashib olishadi. Aslida bolaligida ular o'ynagan joy park emas, panjara bilan o'ralgan qurilish maydoni bo'lgan. Gloria o'sha kuni maktabdan keyin Koreya haqidagi loyihasini ko'tarib kelayotganligini va shamol birdan ko'tarilganligini eslaydi. Oskar uni o'zini hukumatga topshirmaslikka ko'ndiradi. Gloria esa yangi reja tuzadi. Ular koreys restoraniga borib, xo'randadan koreys tiliga xabar tarjima qilib berishini so'rashadi. Keyin tongni kutish uchun parkka qaytib, birga suhbatlashib vaqt o'tkazishadi. Suhbat chog'ida Oskar uning ta'til haqidagi bahonasiga ishonmaganligini aytadi. U doimo Glorianing faoliyatini kuzatib kelgan va ishdan bo'shaganligini bilgan. Shuningdek, 6 yil oldin deyarli uylanishga chiqqanini, lekin qiz uni tashlab ketganligini aytadi.
Ertasi kuni soat 8:05 da Gloria maydonchaga kirib, qo'l harakatlari orqali odamlarni ketkazishga urinadi. Oskar kameradan kuzatib, hammani ketganligini aytadi. Shundan so'ng Gloria yerda xabar yozib, barcha vayronagarchiliklar uchun uzr so'raydi va bunday narsa qayta bo'lmasligiga va'da qiladi. Butun dunyo hayratga tushadi. Endi odamlar maxluqni aqlli va hatto yaxshi mavjudot deb o'ylashadi. Keyin Gloria Joel bilan uchrashadi. Ertasi kuni ertalab Gloria yangiliklardan robot yana paydo bo'lganligini ko'rib dahshatga tushadi. U Joeldan yordam so'rab, uni parkka olib keladi va u yerda Oskar o'zi maydonchada yurganligini, do'sti esa unga xarita yordamida yo'l ko'rsatayotganligini bilib olishadi. Shunday qilib Oskar ham robotni boshqaryapti. Gloria uni darhol to'xtatishga chaqiradi, ammo Oskar buni jiddiy qabul qilmaydi va hech bo'lmasa mening robotim odam o'ldirmaydi deydi. G'azablangan Gloria ham maydonchaga chiqadi va natijada uning maxluqi ham paydo bo'ladi. Qo'shni uylardan odamlarning qarsak chalib xursand bo'layotganligi eshitiladi. Oskar maydonchadan chiqishni rad etadi. Shunda Gloria uni chapaloqlaydi va maxluq ham xuddi shu harakatni takrorlaydi. YouTube'da pul ishlash sizlar o'ylaganchalik qiyin emas. Misol tariqasida shu kanal 29-iyul kuni pul ishlashni boshlagan va 10 kun davomida $1700 pul ishlashga muvaffaq bo'ldi va ba'zi kunlar hattoki $300 ga yaqin pul ishlagan. Nastroykasini ko'rishimiz mumkin. Bu kanal AQSh dollariga hisobni ko'rsatmoqda va bir haftada $1300 pul ishlagan. Agar bunaqa ikkita kanal qilib qo'ysangiz, bemalol moliyaviy erkinlikka erisha olasiz. Buni Amerikan YouTube deyishadi. Bunaqa kanal qilib pul ishlash uchun sizni gapirish shart emas. Mikrofon, kamera hatto kerak bo'lmaydi. Kompyuter bo'lishi shart emas, shunchaki oddiy telefon bo'lsa bas. Hatto yosh bolalar va ayollarga ham mos keladi. Eng asosiysi qimor yoki tavakkalchi o'yinlarga o'xshab pulingizni yo'qotmaysiz va kanal yuritish uchun pul tikish ham shart emas. Internet va xo'sh bo'lsa bas. Agar YouTube'dan daromad qilishni xohlasangiz, Telegramdagi Bir qadam pro kanalimizga qo'shiling va tekin maslahatlar va darsliklardan o'rganishni boshlang. Bu safar Oskar ketishga majbur bo'ladi. O'sha kecha televideniya Gloria boshqarayotgan maxluqni Seul qo'riqchisi deb ataydi va shapaloq sahnasi tezda memlarga aylanadi. Butun dunyodan odamlar maxluqlarni ko'rish uchun Seulga uchib borishadi. Shu paytda Oskar barda odatdagidan ham ko'proq ichib, shapaloq videosiga qarab o'tirardi. Bar yopilgach, u hammaga qo'pol gapira boshlaydi va Gargni ko'p vaqtini hojatxonada o'tkazadi deb masxara qiladi. Go'yoki yana narkotik iste'mol qilyapti. Gargni jahli chiqib, yillar oldin to'xtatganligini, hozir faqat oshqozon muammolari borligini aytadi. Ammo Oskar tinmay haqorat qilganligi uchun Garg ketib qoladi. Oskar keyin Gloria nega ichmayapsan deb bosim o'tkazadi. Gloria esa ichkilik qayta muammo keltirishini tushuntiradi. Oskar esa agar ichmasang maydonchaga chiqaman deb uni qo'rqitadi. Gloria jahl bilan butun shishani polga to'kadi. Bundan battar g'azablangan Oskar Joel bilan mashinasiga o'tiradi. Gloria uni mast holda haydashdan to'xtatmoqchi bo'ladi. Hatto mashinasining oldiga ham chiqadi. Lekin Oskar uni mensimay mashinasini boshqa tomonga burib ketib qoladi. Soat 8:05 da Gloria maydonchaga yetib borganida Oskar allaqachon u yerda bo'ladi. Ikkalasi ham qadam qo'yishi bilan Seulda ikki maxluq ko'rinadi. Gloria Oskarni shapaloqlay boshlaydi. U esa uni doimiy masxara qiladi. Shapaloqlari kuchayib, mushtga aylanadi. Oskar esa uning qo'llarini mahkam ushlab, og'riq yetkazadi. Bu safar Gloria oyog'i bilan uni qorniga tepadi. Shu ondayoq ikkala maxluqning jangini Seul aholisi olqishlab tomosha qiladi. Gloria Oskarni itarib tushirmoqchi bo'ladi, ammo u uni mahkam ushlab yiqitadi. Joel planshetda ikki maxluqning uxlab tushayotganligini ko'rib, ularni to'xtatishga chaqiradi. Gloria bar ishdan ketishni aytadi, lekin Oskar uni yerga itarib, agar ishlashni davom ettirmasang, Seulni vayron qilaman deb tahdid qiladi. Uyga qaytgach, Gloria bolaligini eslaydi. Birinchi marta maxluq paydo bo'lgan kuni shamol uning Koreya haqidagi loyihasini uchirib yuborgan edi. Oskar esa uni olish uchun panjaradan oshib kirgan. Oradan vaqt o'tib, Joel Gloriadan kechirim so'rash uchun keladi. U Oskar ham pushaymon ekanligini aytadi va buni ko'rsatish uchun unga ko'plab mebel va uy jihozlarini yuborganligini bildiradi. Gloria esa Oskarni yuzma-yuz ko'rish uchun uning uyiga boradi va hayratga tushadi. Oskar aslida narsalarni yig'ib yashaydigan odam ekan.
xonasida sobiq sevgilisining rasmlari tirnalib, hamma joy bo'sh shishalarga to'lib yotgan edi. Uning ham ichkilik muammosi borligi ayon bo'ladi. Oskar hammasi uchun uzr so'raydi. Gloria o'zi ham mastlikdan aziyat chekkanligini bilganidan uni kechiradi, ammo shart qo'yadi. Bar yopilgach ichmasligini aytadi. Gloria uyga qaytganda Joel uning xonasini mebellar bilan bezab qo'yganligini ko'radi. Shu payt Tim telefon qiladi va uni hayratda qoldirib, endi uning tug'ilgan shaharchasiga ishlash uchun kelganligini aytadi. Bularda betamyoq mayli. Bezbet Gloria ham Timni ko'rishga boradi, lekin suhbat tezda sovuq tus oladi. U Timni rashk qilishda ayblaydi. Tim esa jahli chiqib, uni bar ishida haqorat qiladi. Yozuvchilik faoliyatidan pastga tushib ketganligini ta'kidlaydi. Gloria xafa bo'lib ketmoqchi bo'ladi, biroq Tim tezda uzr so'raydi. Uni mashinasiga olib borishni taklif qiladi. Tim barga kelganida Oskar darrov qo'pol muomala qiladi. U o'zini namoyish qilish uchun katta petarda olib chiqadi va mebellarni siljitib, mijozlarni haydab yuboradi. Petardani yoqqach, bar ichida buyumlar sinadi. Ekran parchalanib, orqa tarafda yong'in chiqadi. Gloria va Tim ketmoqchi bo'lishadi, lekin Oskar yo'lni to'sib, "Men barni vayron qilsam ham sen meni tashlab ketmaysan", deydi. To'g'rida, Oskarning ham yuragi ikkinchi marta parchalanyapti. Shu payt Tim aslida ish bahonasi yolg'on bo'lganligini, u faqat Gloria uchun qaytib kelganligini tan oladi. Biroq Gloria baribir uni tark etadi, chunki biladiki, agar Oskarni tashlab ketsa, u Seulni vayron qiladi. Tim yolg'iz ketadi. Oskar esa uni haqorat qiladi. Kechqurun Gloria uyga qaytadi va qorong'uda ichib o'tirgan Oskarni ko'radi. U Gloriaga Timga qo'ng'iroq qilmasligini, u bilan qayta birlashmasligini xohlashini aytadi va hatto "Men qo'riqlayman, sen uxla", deydi. Shu payt Gloria boshini qashlab, birinchi maxluq kunini esiga tushadi. U Oskarni kuzatib qurilish maydonchasiga borganda, Oskar uning loyihasini topgach, uni oyoq osti qilib sindirgan. So'ng osmonda chaqmoq chaqnab Gloriaga urilgan va u hushdan ketganda, Oskar ham chaqmoq zarbasi bilan yiqilgan. Ularning o'yinchoqlari esa biri maxluq, biri robot edi. Hozir esa Gloria Oskarga qattiq po'pisa qiladi. Bu rashk emas, u undan nafratlanadi. Gloria shaharga borib, ish va martaba topgan. Oskar esa kichkina shaharda qolib, o'zini kichik his qilmoqda. Shuning uchun u Gloria bilan yomon muomala qiladi. Gloria Timga qo'ng'iroq qilib, u bilan ketishga qaror qiladi. Televizorda esa Seul yana signal chalmoqda. Tez orada soat 8:05 bo'ladi. Oskar maydonchaga yugurib chiqmoqchi bo'ladi, lekin Gloria stul bilan uni urib to'xtatadi. Oskar jahlda divanni tepib sindiradi va Gloria ustiga hujum qilmoqchi bo'ladi. Gloria esa javoban shkafni ag'darib, uni bosadi. Keyin televizorni ham ustiga tashlab burchakka qamab qo'yadi. Ammo Oskar qochishga muvaffaq bo'lib, derazadan hovuzga sakrab tushadi va panjaradan oshib ketadi. Gloria maydonchaga yuguradi. U yerda Oskar bilan yuzma-yuz to'qnashadi. Dastlab u zarba berishga urinadi, lekin Oskar uni tezda yengadi va tahdid qiladi. "Sen Nyu-Yorkka qaytishing mumkin, lekin men Seulni vayron qilishda davom etaman." Oskar yer tepib, Koreyada minglab odamlarning halok bo'lishiga sabab bo'ladi. Gloria ruhiy tushkunlikka tushadi. Uyiga qaytganida esa tasodifan xaritasi teskari osilganligini ko'rib, yangi reja topadi. U chamadonni yig'ib Seulga uchib ketadi. Shaharga yetgach, Timga qo'ng'iroq qilib, nihoyat hayotini o'zi nazorat qilayotganligini aytadi. Shu payt Oskar Gloria uyiga boradi va uning yo'qligini bilib, yana maydonchaga chiqib, robotni paydo qiladi. Seulda odamlar vahimaga tushib qochishga urinadi. Ammo birdan yer larzaga keladi. Gloria boshqarayotgan maxluq uni eski shaharchasida paydo bo'ladi. Oskar qo'rqib qochishga urinadi, lekin Gloria uni ushlab, kuchsizlantiradi. Robot osmonga ko'tariladi. Maxluq esa Oskar ustiga g'azab bilan baqiradi. Oskar yig'lab mayli yolvoradi. So'ngra yana haqorat qiladi. Ammo Gloria uni uzoqqa uloqtiradi. Shundan so'ng maxluq ham yo'qoladi, Oskar ham yo'qoladi. Seul aholisi xursand bo'lib bayram qilishadi, chunki robot ham ko'zdan g'oyib bo'lgandi. Joel yangiliklarni kuzatib, Gloriaga qarab tabassum qiladi. Hammasi nihoyat tugaydi. Gloria esa bir barga kirib, ko'z yoshlarini yashira olmay tinimsiz yig'laydi. Film tugadi. Xullas, yana o'sha gap, kino yoqqan bo'lsa videoga like bosing. Bundan da qiziqarli kinolar sharhini o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani faollashtiring.
Xayr ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling. Ha, obuna bo'lishni unutmang.